Assalomu alaykum do'stlar. Janubiy Koreya bo'ylab sayohatlarimizni davom ettiramiz. Bugun kelgan joyimiz ko'rib turganlaringdek tog'. Bu joy Daejeon shahriga yaqinroqda joylashgan Daedusan degan tog'. Balandligi 878 metr. Bu Janubiy Koreyada eng xavfli tog'lardan biri hisoblanadi. Nimaga xavfliligini men tepaga chiqib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Odam kishi yo'q ekan, lekin yaxshi. Qaysi? Haykal. Endi e'tibor beribman. Seriously? Qani yatishqa. Haykal qani o'xshatib berishgan. Xuddi shunaqa hali tog'da atroflarda ko'pincha shunaqa oshxonalar, magazinlar qilib zo'r sharoitlar qilib qo'ygan. Bu joyda ham hamma yoq bor ekan. Lekin hammalari hali ochmaganmi yoki bugun ishlamaydimi? Bekor ekan. Odam juda ham kam ekan. Bu joyga biz oxirgi marta 5 yil oldin kelgandik. O'shanday turibdi hali ham. 5 yil oldin o'sha maylarda kelgandi-ya. O'shunday mayda keladi shekilli, menimcha 2020-yil. Shu xuddi shunaqa paytda kelgan edik. Yomg'irdan keyin keladi-da bizlik. Magazinlar hammasi bekor ish qilib, bekor vaqtimikin chiqish. Tepaga chiqish. Yomon o'ylantiryapti lekin. Chungsangaji Kanda. Okey. Qatdan chiqiladi. O, yura. Kebelka. Biz hozir aka yo'llar qarang. Mana shu tog'da Bu tomondan chiqsa bo'lar ekan. chiqish xaritalari ekan. Xizmatdan chiqamiz. Nechta ko'si bor bu yerda? 4 tami 5 xil ko'si bor, chiqsa bo'ladigan yo'llari bor. Bu joyda keyin kanatda ham chiqsa bo'ladi. Biz bugun kanatda chiqmoqchimiz. Bu cho'qqandan machonda ekan. Eng tepasida. Pastda nimaga odam yo'q ekan deb o'ylasak, bugun dam olish kunimi? Kanatdan chiqadigan joy hali ochilmabdi. Yo hali ochilmagan yoki bugun dam olish kuni. Piyoda chiqish lekin o'ta ham azob bu. Yani qasi yozib qo'y. Cable car yozingda ne bor ekan? Dedim sen cable car. Xo'p shi ekan u. Yong'ib choning. Kutamizmi? Necha bo'lsa? Ha, shu yerda. 1 soat qoldimi? Mo'l yo'l. Ketdi 1 soat. Qachda kebilkalar. Biz kanatda chiqmoqchi edik. Tashlab qo'ysiz reski chiqadi. Nimaga? Maykaga videoni olib tashlab qo'yasiz. Ha, Hozir orqachada. yetib olaman deydi. Orqachada. Biz o'zi tog' tepasiga kanatda chiqmoqchi edik, lekin hali yana 1 soat bor. 1 soat kutib o'tirmasdan endi havo ham yaxshiligi uchun piyoda chiqishga qaror qildik. Voh. Вообще lekin chiroyli. O'zi aka kayfi shuniki biroq. Piyoda chiqishdimi? Shuniki. Yo'q, ko'zingiz kayf qiladi, lekin oyoqlaringiz kayf qilmaydi-da. O'rtada yashasizda. Men suv tushmayapti, yomg'ir kamligi uchunmi? Suv tushib turardi aytadi. Esizda. Bunda birinchi kelganimizda kabelkada chiqib, pastga tushdi, piyoda tushganmiz. Yomon qiynaladi, lekin tushdi ham. Hamma tikkaligi uchun ishga yurib o'ylantirib qo'ydi. Uni ketgandan keyin boshlanadi. Mana narsalar nimani anglatadi shundan? Toshi ko'p qilishadi. Qarcha, karaslarda aslida buddizmda shunaqa ekan. O'sha toshni terar ekansiz-da, niyat qilib terar ekansiz. Agar niyatingiz amalga oshadigan bo'lsa, yiqilib ketmaydigan bo'lsa, amalga osharmish. Yiqilib ketadigan bo'lsa, niyatingiz amalga oshmasmish. Shunaqa urf-odatlar. Ko'p joyda ko'raman, shu ko'p aylanib yurganimda, Chejudoga borganimda ham. Bu tog'lar ekanda shu hamma joyda shu biroq. Tosh ko'rib qo'ygan joyda ko'pchilik shunaqa. Yo'lni qarang. Xato qildingmi deyman, Eldor? Yo'q,
Tezda ya. Kabelgargacha. Oo. O'sha mana 800 metr yuribmiz. Yana kanat to'xtaydigan joygacha 400 metr qoldi. Ozgina dam olish vaqti. Lekin to'g'risi Koreya bo'yicha tog'larga qancha chiqqan bo'lsa, bunaqa qiynalmayman. Svita toqat chiqdi. Yo'q, serios. Ya, men uni saroslarga tog'larga chiqqan. Sevilmaydi. Yo'q, bilmayman. Kamuflat deganimgami? O'sha o'ynagan. Ne soat qilajak? 3 soat. To'qat uxlatdilar. Hamatang. Mana qo'y. Bo'lar ekan. Kanatdan chiqadigan joyga keldi endi. Ikkita ekanda. Mana nihoyat shu kanat to'xtaydigan joy bu. Agar hali kanatdan chiqqanimizda mana shu joyda to'xtardi. Bu joydan yana dash tepaga chiqib ketdilar. Hozir endi bu joyda dam olish joyi bor. Ozgina yana dam olib, yana tepaga chiqib ketamiz. O'sha men sizlarga aytgan xavfli joyga mos qoldi. Kanat to'xtaydigan joyda shunaqa atmosfera qilib qo'ygan. Tepada magazin bor, aytda ovqat pishiradigan joy. Oshxonami, magazinmi, shunaqa joy bor. Shunaqa atmosferada o'tirib ovqatlansiz, kofe ichsangiz bo'ladi. Hozir rosa toqqa chiqishli eng zo'r fasl. Hamma yoq yam-yashil. Yo'lda qarang, tikkaligini izman. Yomon qiynadi bu tog' bo'lagan. Mana o'sha men aytgan ko'prikka keldik. 75 ta qo'yilgan ekan birinchisi aka. 7-chi, keyingisi yangilangan 85, bundan 21 ga. Uni yarmiga boraman, rasm yo'q qo'yasizlar. Biz kelganimizdan keyin yangilangan ekanda. Bundan emas, mana yangilashdi. Wow. Hozir men tepasiga chiqsa va pishi vahima. Bu shamol ham bo'lyapti uni ustiga. Bu ko'prikning uzunligi 50 metrmi shunaqa. 50 metr, lekin balandligi 80 metr. Shunaqa qimillab turadi. Wow. Pishi vahima ekan. Eng qizig'i, eng vahimali joy hali oldinda. Hozir tepada ko'prik bor. O'ta ham vahimali. Ashla tushganmiz sizlar? Mana shu joyda rasmga tushuvdingmi ko'pchilik bo'lib? Bu basti shekilli, yo teparoq dedi-ku. U ko'prikda oldida edi u joy, kengroq joy edi. Zinamiz u. Tekisligini qarang. Qancha qopti? Eng tepasigacha-mi? Mana o'sha tog'ning eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Eng qo'rqinchli, vahimali joy. Mana shu ko'prikdan ko'rinyapti. Mana shu ko'prikdan tepaga chiqib ketish kerak. Uzunligini qarang. Tekisligini qarang ko'prikni.
ko'prikda qiyaligi 51 gradus ekan. 127 ta zinalardan iborat ekan. Uzunligi 30 metr. Koreyadagi eng qo'rqinchli tog' yo'llaridan biri, eng vahimali tog' yo'llaridan biri. Birinchi marta kelganimizda bu joyga chiqishga rosa o'ylangan. Hozir ham ancha vosh. Tushishingiz kerak bitta. Wow. Maşallah. O zaman sekin chiqishni boshladik. Wow. Pastga umuman qarab olmaydi. Yana buni qo'rqinchligi qimillamam turadi-da bu zinalar. G'ichilasini qarang. Ush. Hali armiga ham chiqqanmiz, вообще vahimalik. Oh. Shunaqamidi, oldin kelganmiz-da. Pastdan kalta ko'rinadi, lekin вообще çıkmamıyor, kağıt açarsın. Ayak kaltıraştı başladı hocam. Bu mayli. Ayak yomon kaltıraştı başladı ya. Ha. Shuning uchun ham atkas nima qilib qo'ygan, bekitib qo'ygan, qaytib bo'lmas ekan bu joydan tush. O'tsa bo'lar ekan, metga lekin vahimali ekan, lekin qo'rqinchli o'tadi. Yana bu zinani ham qarang, oyoq bitta oyoq kirmaydi ham-da. Yomon kichkina qilib qo'ygan. Bekorga eng xavfli tog' yo'llaridan biri bo'lsa. Yana bitta narsa, bu ko'prik 60 kishigacha ko'tarilgan. Og'irligi 60 kishi birdaniga chiqsa ko'tarilgan. Eng qiziq qarang, qushlar saraylab turishida. Tabiat, hayot tabiat. Voy. Men qarang, chizib qo'yganga o'xshaydi, o'ta qarang. Qanetligim chizilganga o'xshaydi. Mana shu turishi. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Hozir havo birdaniga yomonlashib ketgani uchun biz yana dalshi bu joydan yana tepaga dalshi chiqsa bo'lardi, lekin tepagacha chiqib o'tirmadik. Yana 350 metr tepaga ko'tarilsa, eng tog'da eng tepa qismiga chiqsa bo'lardi. Lekin hozir yarim soat, 1 soatdan keyin yomg'ir yog'adi deyapti, shuning uchun sekin pastga tushishga qaror qildik. Hozir
kanatda chiqadigan joyga keldik. Tushish juda ham xavfliligi uchun tushib ketishda kanatga chiqib tushib ketishga qaror qildik. ishga qaror qildik to'g'ri. Undan ko'ra go'shishga qaror qildik-da. Bundan oldin aytgandim, hozir tushishda kanatga chiqib tushamiz, pastga tushamiz degandim. Lekin narxini surishtirsak, qimmat ekan. Qimmat emas, lekin bu joyga undan birinchi boshda aytib o'tishdan chiqibdi. O'sha kabelkada chiqib tushish narxi 15 ming. Lekin faqat tushishning narxi 12 ming ekan. 3 ming raznisasi bor ekan. Shuning uchun piyoda tushishga qaror qildik. Sekin endi hozir piyoda tushib ketyapmiz pastga qarab. Chiqishdan ko'ra tushish ancha tezroq bo'ladi, menimcha. 20 minut, yarim soatda pastga tushsa kerak. Eng qizig'i yomg'ir quyishni boshladi. Wow. Tepada yana ashincha odam bor. Vashcha esda qolarli bo'ldi, lekin bor. Wow, lekin yomg'ir ovozi. Wow, вообще tezlashib ketdi-yu, lekin ha. Maşallah. Deyarli yana 100 metrcha qoldi shekilli. Üstümüz hammasi uyib ketdi уже. Karada shunaqa yomg'irlar birdaniga keladi, birdaniga ketadi. Sekin tinishni boshladi yana. Mana do'stlar, Tedusan tog'iga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ajoyib kun bo'ldi, lekin ha. Rosta esda qolarli kun bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling. Maktabni aqli chiqdi. Nima o'ylayapsan? Treman oyog'im baylab oling. Ular. Tog'da qanchalik naqaligini ko'rib ko'rasizlar. Qor. Bo'ysunmay tayoq o'sha. Wow. Hozir o'sha bundan oldingi chiqqan tomimizga yaqinroq joyda shunaqa ko'prik joylashgan ekan. Tepada osma ko'prik qimbirlab turadigan. Pastda soy oqib turadi. Shu joyni ko'rishga keldik. Hozir tepaga chiqib sizlarga ko'rsataman. Lekin vaqti chiroyli ekan. Yo'llarni ham shunaqa qilib chiroyli qilib qo'ygan ekan ikkita tarafga. Bu joyda zinalar soni 415 tek. Endi 130 tek. Wow. O'shundan oldin tog'dan tushib uyga qarab ketmoqchi edik. Lekin yo'lda o'tib ketyapti. Shunaqa chiroyli joy chiqib qoldi, shunchaki o'tib ketgimiz kelmadi. Bu joyda ham bir ko'rsatib o'tishga qaror qildim. Vahşi ekanlar lekin. Voy. Vah. Uzunligini qarang. Uzunligi 275 metr ekan. Eniga 1,5 metr ekan. Birdaniga 1,5 ming kishini ko'tara olar ekan. 1500 ta odam birdaniga chiqsa bo'lar ekan tepasiga. Muhammad Ali 1500 ta odamni ko'taradi. 5 ta odamni ko'taradimi deydi? 5 ta emas. 500 kilo. 1 tonna. Birinchi 500 dedi. Вообще qimillab turar ekan. Chiroyliligini qarang bu joyda. Mashallah. Yomon vahim ekan lekin ha. Вообще vahim ekan deyman.
sirg'anchiq ekan keyin. Вообще sirg'anchiq ekan a? Wow. Woo. Mana ko'prikda ham bir qator aylanib endi sekin uyga qarab yo'l oldik. Havo juda ham aynib ketdi endi. Xuddi endi soat 1 bo'ldi, abetga. Soat kechqurun 5-6 ga o'xshaydi. Hozir yomg'ir yog'sa kerak. 아니 이게 한 3일에 되기 때문에 안 하면 안 된다.